Bitta zo'r inson uyiga keldik. Nargiz opam. Kinolarda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak bu opani. Yaqinimiz bo'ladilar. Dastavka qolman shu insonga hozir. Vodorodni generator etdilar. Xursand qilamiz opani, ketdi. Keldik xonadonlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling do'ston. Xo'p, Nargiz opa, narsangizni hozir raspakovka qilamiz a. Sekin ochib bosib beraman. Bu nima do'ston? Granogidrogen suvingizni tiriltirib beradigan narsa. Oddiy tilda aytganda, ichida generatori bor maxsus, toshlari bor. Suvga shilich qo'shib, suvni pH-ni oshirib beradi. O'zini qurilmaning ichida elektrolizi bor. Shu elektrolizi hisobiga, anod katod hisobiga suvdagi vodorod kislorodni ajratib beradi. Mana o'sha qurilma ichida tegib turibdi. Demak, bunga faqat tozalangan, filtrlangan yoki mana shu kuler suv, baklashka suv, krandan suv solish kerak emas. Qurilmani ishlatishdan oldin birinchi suvingizni bu sostavda nima borligini tekshirib ko'ramiz. Birinchi vodorod tekshiramiz. Suvda mana ppb deb o'lchangan, qani vodorod bormi yo'qmi? 0. Hech qanaqa vodorod yo'q. Yana eng muhim narsa suvni отрицательный показатель. Bu suvlar hammasi plyusavoy. Bu norm deganimi? Yo'q. Xo'p, endi ishlatamiz. Yoqildi. Birinchisi magnitniy strukturizator. Suvni shelichini ko'paytirib, yutumini yengil qiladi. 10 minut bu taymer, 10 vaqt. Ketdi, 10 minutda suv tayyor bo'ladi. Suvni hozir ishqorli shelichga to'ydirib, suvni strukturasini tekis qilib beryapti. Suvni strukturasi buzilganda suvning yutumi qattiq bo'ladi. Bu hozir gulini strelkasini qilib beradi-da, suv yutumini yengil qilib beradi. Endi keyingi funksiyani tushuntirib beraman. Ikkita knopka, ikkalasi ham bitta vazifani bajaradi, faqat bittasi 8 minutlik profilaktik, bunisi 13 minutlik terapevtik rejim. Siz 13 minut yoqib qo'yasiz, chunki sizda sog'lomligingizda muammolar bo'lishi mumkin. 13 minutda suv tayyor bo'ladi. Elektroliz hisobiga vodorodlar уже ajratilyapti. Vodorod bilan kislorod. Oddiy suvlarda vodorod bilan kislorod birikkan bo'ladi. H2 ikkita vodorod bitta kislorodni tashkil topgan. Bu o'shani ajratib beryapti. Bu suv tayyor bo'lsa, necha gradusda bu suv tayyor bo'ladi? Ya'ni iliqroq bo'ladimi yoki bo'lmasa saqlab qoladimi muzdayligini? Suvni gradusiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Suvingiz muzdayligi qanday bo'lsa, shundoq. Agar bu sizga sovuqlik qiladigan bo'lsa, bu suvni avval isitib oling tefaringizda. Kerakli gradus qilib olingda, ichadigan darajada iliqlik qilib, ichiga solib keyin bosing. Bundan chiqqan suvni qaynatsangiz, vodorodlar o'ladi. Endi sekin tekshirsak ham bo'ladi. Ozgina ishladi 1 minut. Уже показательlar bo'lish kerak. Boya minus OVP sizda plyusavoy 260 atrofida edi. Endi ko'ramiz qani. Pastga ketyapti. Minusga qarab. O'zingiz suvingizni tiriltirib beryapti. Ketdi minus OVP suv. Endi vodorodni ham tekshiramiz. Bo'ldi, ketdi, vodorod ham ketdi. Suvingiz уже vodorod bilan to'yinyapti. Agarda suv qolib ketsa-chi? Mana hozir yoqamiz, 4 soat turadi effekti. 4 soatdan keyin pasayib ketadi, yana kelib yoqishga to'g'ri keladi. Oddiy suv, tozalangan suv, bu уже vodorodli suv. Farqini ko'rsangiz, mana bu yerda vodorod yo'q, molekulyar vodorod yo'q, bu yerda molekulyar vodorod bor. Minus OVP plus. Self cleaning. 4 kunda 5 kunda bir bosasiz, 1 minut yoqiladi. Apparat o'zini tozalaydi. Ichida suv bo'lishi kerakmi? Ha, suv обязательно bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa shuncha suv bo'lishi kerak. O'zini tozalaydi. 1 minut tayyor bo'lgandan keyin suvni to'kib tashab, keyin to'ldirasiz. Tozalagandan keyin u suvni ichmang. Bu kir suv hisoblanadi. Vodorodni generator uchun do'ston sizga kattakon rahmat. Men endi kun davomida albatta suv ichib, sizni hamma aytganlaringizga rioya qilib, o'zim sinab ko'rib va o'zimda bo'lgan o'zgarishlar haqida albatta videolar qo'yib boraman. Menimcha bu vodorodni generator har bitta uyda bo'lishi shart. Sababi eng muhimi yoshi katta 50+, umuman qariyalar, umuman yoshligi ham bugungi kunda qonni suyuldirish juda ham muhim. Ko'pchilik dori ichmaydi. Mana endi suv ichib, qonni suyultirib, sog'lig'imizga katta ahamiyat beramiz.